Salom do'stlar, siz Nura Hamid sahifasidasiz va bu yerda CapCut'dan montajni noldan o'rganyapmiz. Bugun filtr bo'limini, ya'ni videolarga rang berish bo'limini o'rganamiz. Buning uchun videoni ustiga bosamiz va pastda filtr bo'limini qidirib topamiz. Filtr bo'limiga bosamiz. Bu yerda har xil filtrlarni topsanglar bo'ladi. Mana bu yerda mavzulari turibdi. Har bir mavzuda o'ziga xos har xil filtrlar bor. Sizga shu yerda bitta fishka aytib o'tib ketaman. Agar siz videolaringizda tabiat manzaralaridan foydalagan bo'lsangiz, tabiat manzaralariga mos filtrlarni tanlasangiz bittada tushadi. Bu yerda mana bizni tabiatimiz manzarasiga mana shu filtrlar juda ham tushadi. Agar siz kuz manzarasiga urg'u bermoqchi bo'lsangiz, kuz manzarasiga mos filtrlarni, qish manzarasiga urg'u bermoqchi bo'lsangiz, qishga oid filtrlarni bu yoqdan tanlasangiz bo'ladi. Agar siz odamlar qatnashgan videolar olgan bo'lsangiz, mana shu yerda odamlar bor filtrlardan foydalansangiz maqsadingizga tezroq yetasiz. Filtrlarning rangi bittada tushib ketaveradi. Xo'p, biza peyzaj bo'limida mana shu filtrni tanladik va tepada nastroy bo'limida biza bu filtrlarni yana ham ishlov bersak bo'ladi. Bu filtrga masalan yorug'ligini ko'tarishimiz yoki tushirishimiz mumkin, bu yoqda kontrastini oshirishimiz mumkin yoki kamaytirishimiz mumkin vaziyatga qarab. Nasosheniyani mana qizartirish yoki mana bu rangsizroq qilish agar bizga zarur bo'lsa, mana shunaqa qilib o'zingizga xoslab, moslab bu yoqda filtrdan nastroyga qilib olsangiz bo'ladi. O'zingiz tanlagan videoga qarab ketaverasiz. Oshib ketmayaptimi, kamayib qolmayaptimi? Mana shunaqa qilib tanlab oxirida птичкani bossangiz, bitta bizda filtr paydo bo'ladi. Biza qilgan filtr bilan filtr qilinmagan qismini mana solishtirib olsak bo'ladi. Bizda ikkita video bor. Mana bu filtr qilingan qismi, bu esa filtrlamagan qismi. Do'stlar, mana farqni ko'rib turibsizlar. Shunaqa qilib videolarga juda ham chiroyli, rangli, odamni e'tiborini tortadigan filtrlar qilinadi. Mana sahifamda qolinglar. Keyingi mavzumiz videoga ikki xil musiqani qo'yish, kesish keraksiz joylarini hamda yangilarga almashtirish haqida bo'ladi.